Mana bu narsa, ya'ni ongimiz bizani istalgan fikrimizni real hayotga ko'rsatib beruvchi narsa, ya'ni ongimiz. Qo'rquv asli yo'q narsa. Ya'ni sizga o'xshamasachi, odamlar nima deydi, bankrot bo'lib ketsam-chi, shunaqa narsalar qo'rquv bo'lyaptimi, his etish bo'lyaptimi, yo'q narsani his qilyapsizmi? Keling shu narsani, ya'ni o'sha negativ fikrlarni pozitivga o'zgartiramiz. Ya'ni xuddi 1 kilo paxta og'irmi, 1 kilo tosh og'irmi deb so'rardik-ku bir-birimizdan. Og'irlik joyiga turibdi, ya'ni fikr joyiga turibdi. Uni o'rniga pozitivini, ya'ni o'xshasachi, biznes ledi bo'lib ketsangizchi, boshqalar nima deydimi, sizga havasi ketsachi, boshqalar sizga havas ko'zi bilan sizdan o'rganmoqchi bo'lib qarasachi, shunchaki dunyo qarashingizni o'zgartirsangiz, mana bu ishlab beruvchi. Siz aytasiz-ku, aytdim-ku o'xshamaydi deb, aytdim-ku mana bunaqa bo'ladi deb, ya'ni bu ong bizani fikrlarimizni real hayotga ko'chirib beruvchi narsa bu. Siz nima istasangiz, shu narsaga yashayapsiz. Shuning uchun pozitivga o'zgartiramiz.